Assalomu alaykum, hurmatli o'qotar burchi vakillari. Yoz fasli iyun oyi qanaqa energiya bilan kelgan karo bashoratimizni ko'ramiz. Iyun oyi fasli. Yoz fasli. Yoz fasli energiyasi, iyun oyi energiyasi, nimalar keladi, nimalar ketadi. Tak. Qanaqa o'zgarishlar bilan turibsiz? Ogohlantirish, shaxsiy hayot, ish bo'yicha, ish rejalaringiz, maqsadlaringiz, omad, pul bo'yicha energiyasini ham ko'ramiz. Tak, Peterka jezlov kartasi sizlarda bu oyda kurashish o'z o'rningiz uchun, o'zingizni statusingiz uchun yoki ish joyingiz uchun yoki shaxsiy hayotingiz uchun o'rningizni joyiga qoldirishga, ya'ni siz o'zingiz statusingiz uchun kurashishga harakat qilasiz bu oyda. Tak, yoz fasli energiyasi umerenность kartasi bilan turibdi sizlarga. Umerenность bu sabr, toqat, xotirjamlik, iloji boricha xotirjamlikni. Peterka jezlov. Siz o'z ustingizda ishlashingiz mumkin, o'z o'rningiz uchun kurashasiz deyapman. Sabrli bo'lsangiz, albatta siz yana ham o'zingizni obro' e'tiboringizni saqlab qola olasiz. Iyun oyi. Qanaqadir sizlarga ozgina panika, vahima, bezovtalik energiyasi ham bo'ladi. Nimanidir yo'qotish yoki nimadir o'zgarishlardan bezovtalik paydo bo'lishi mumkin. Shu bezovtalik energiyasi sizlarni ozroq to'xtatib qo'yishi mumkin, ehtiyot bo'linglar. Nimalar keladi? Koroleva mechey. Juda ham sovuqqon bo'lib qolishingiz mumkin. Emotsiyalarga berilmasdan faqat aqlan ko'p narsalarga qaraydigan bo'lasizlar. Hayotingizda ko'p voqealarga, hodisalarga qaraydigan bo'lasizlar. Nimalar ketadi? Oldingida уже passiv bo'lmaysizlar, ya'ni dangasa bo'lgan, ko'p dam olgan bo'lsalaringiz, iyun oyida ko'p ishlashingizga, o'z ustingizga harakatchan bo'lishingizga to'g'ri keladi. O'z ustingizda ham ishlashingizga to'g'ri keladi. Nimalar o'zgaradi? Korol pentakli. Shaxsiy hayotingizda o'zgarish bor. Shaxsiy hayotingizda sizni o'rningizni, sizni o'zingizni hurmat qiladigan inson paydo bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa sizdagi topadigan daromadlaringiz, keladigan pullaringiz stabilniy bo'ladi. Doimiy bo'ladi. Ogohlantirish. Pajezlov. Agarda siz bu oyda qanaqadir yangi ishda, yangi shijoatda bo'layotgan bo'lsangiz, yangi ish boshlamoq, yangi maqsad qo'yayotgan bo'lsangiz, bu oyda shoshilmaslikni maslahat berar edim. Shaxsiy hayot, четверка kubkov. Nimagadir sizni shaxsiy hayot unchalik emas, balki siz ozgina xotirjamlikni, tinchlikni xohlaydigan bo'lasiz. Munosabatlarda emas, unaqa sevgi, uchrashuvlarda emas, o'zingizni ko'proq o'ylaydigan bo'lasiz. Rejalaringiz, maqsadlaringiz baribir siz juda ham shijoatli bo'lasiz bu oyda. Maqsadlaringizga erishmasdan qo'ymaydigan sizda juda ham kuchli energiya ham bo'ladi. Tak, pul uchun. Puliga, omadingizga keladigan bo'lsak, bu oyda juda ham omadli aslida, lekin sizni qanchalik o'zingizni energiyangizni, o'zingizni maqsadlaringizni oldinga qarab qo'ya olsangiz, harakat qilsangiz, shijoatli bo'lsangiz, erishishingiz juda ham amalda bo'ladi.
sog' bo'linglar, o'qotarlarimiz salomat bo'linglar.